Assalomu alaykum. O'zbekiston va jahonda yuz berayotgan eng so'nggi voqea va hodisalarning qisqacha tafsiloti bilan efirda onlayn xabarlar. Studiyada Husnora Rusum. O'zbekiston Respublikasi futbol terma jamoasi jahon chempionatida oq libosda o'yinga tushadi. Futbolchilarimiz Kanadaga qarshi oq libosda o'ynaydi. O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatiga tayyorgarlikni Kanadaning Edmonton shahrida davom etmoqda. Avval xabar qilganimizdek, milliy terma jamoamiz bosh murabbiyi Fabio Cannavaro mundial oldidan 2 nazorat uchrashuvini o'tkazishni rejalashtirgan. Dastlab O'zbekiston milliy terma jamoasi Kanada termasiga qarshi o'rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi. Bellashuv oldidan jamoalar rasmiylari ishtiroklarda yig'ilish o'tkazib, o'yinga oid tashkiliy masalalar muhokama qilindi hamda zarur tushuntirish va eslatmalar berildi. Unda milliy terma jamoamiz futbolchilari uchrashuvda to'liq oq libosda, darvozabon esa yashil libosda harakat qilishi ma'lum qilindi. O'zbekiston va Kanada bahsi mamlakatimiz vaqti bilan Edmonton shahridagi Commonwealth stadiumida 2-iyun kuni soat 6:00 da boshlanadi. Yer o'z o'qi atrofida aylanishi rekord darajada sekinlashdi. Tadqiqot. Yer aylanishi misli ko'rilmagan darajada sekinlashdi. Tadqiqot. Iqlim o'zgarishi oqibatida qutb muzlarining erishi sababli Yerning o'z o'qi atrofida aylanishi sekinlashmoqda. Bir kun davomiyligi har asrda 1,33 millisoniyalarga o'zgarmoqda. Bu esa so'nggi 3,6 million yil ichidagi misli ko'rilmagan ko'rsatkichdir. Bu haqda Vena universiteti va Syurix texnologiya instituti olimlari olib borgan tadqiqotlarga tayanib BBC Science Fox xabar berdi. Yerning aylanish energiyasidagi o'zgarish magnitudasi 9,0 ball bo'lgan zilzilaga tengdir, deydi tadqiqotning bosh muallifi Mustafa Kiani Shahvandi. Tadqiqot ham muallifi Benedikt Sayanning aniqlik kiritishicha, buning uchun taxminan 1000 gigant tonna massani qayta taqsimlanish talab etiladi. Bu Nyu-York tepasidagi bo'yi 10 kilometrlik muz kubi paydo bo'lishi bilan barobardir. Insonning yer tizimiga ko'rsatayotgan ta'siri shu qadar chuqurlashdiki, biz endi yer aylanishini asl tabiatini o'zgartirmoqdamiz, deydi Benedikt Soya. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan voqea va hodisalarimiz hozircha shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.